Assalomu alaykum. Yunusobod 15-kvartal Bahor to'yxonasi oldida yangi novastor ekanimiz chiqqan. Narxi juda ham zo'r. Oxirida aytib ketaman. 9 qavatli domda 4-qavatidamiz. Eng muhimi ikkita balkon, skvozная planirovka. Mana bu kiruverish eshigimiz, domofonlarimiz turibdi. Mana bu yoqqa oyoq kiyim yechadigan. Bu yoq esa stroyni mebellar tayyor. Koridori ham juda ham keng ekan. O'ng qo'lda srazi spalnimiz. Mana shu ko'rib turgan hamma narsalaring absolyutno qoladi. Mana bu balkonimiz, ko'chaga qaragan, yo'lning yuziga qaragan ko'rib turibsizlar, birinchi liniya. To'g'rida esa bizni zalimiz. Zalda ham kovyorlarimiz bor, mebellar qilingan, polnisda televizorlargacha ham qo'yilib ketilgan. Remonti sredni. Bu yoqda yana bitta xonamiz, buni detskiy qilib ishlatsalar ham bo'ladi bemalol. Bu ham 3x4 yarim kattagina ekan. Eng yoqqan tarafi bu yerda hojatxona, sanuzellar hammasi alohida. Hojatxonasi ham juda ham keng ekan. Bu yoqda esa vanna qismimiz, sushilka, stiralkalar, hamma narsa ko'rib turganlaring qoladi. Bu yoqda esa ayollarimiz yoqtiradigan xona, albatta kuxonniy zonamiz. Stroyniy mebellarimiz bor, dual-konturli kotel, 3 o'tchiklari, stol, gaz plita va xolodilniklarimiz bor. Eng muhimi bu yerda ham balkonimiz bor. Bu esa hovliga qaragan. Manzaraga bir baho berasizlar o'zlari. Yo'q, hovli yuqorilmaydi, shamol aylanib turibdi. To'liq ma'lumotni yana opisiyaniyada qoldiraman. Shunaqa yaxshi variantlarni qiziqmaslik uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.